Hammaga salom do'stlar, bugun sizlar bilan Nurli Craft serverda anarxiya rejimida top qilish jasaymiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin mening levelim qurishi va men bu levellardan foydalanib enchanting tabledan top qilish jasamoqchiman. Hozir biz birinchi navbatda ko'proq qilishlar yasa olamiz va ularni enchant qilamiz. Hozir biz bu oddiy shartness 3 sehrlarda sehrsiz qilamiz va kuchliroq sehrga enchant qilamiz. Enchant qilishdan oldin lazerni olamiz va uni eng oxirgi darajada sehrlaymiz. Birinchi sehrlashimiz qanday chiqadi? Hop. Oddiy sehr chiqdi. Yana sehrlaymiz, lekin 3 ga bo'ladi. Sharpness 4 yaxshi sehr. Knop yo'q. Buni olib turamiz. Xo'p, sehrlashdan o'tamiz. Yana bir marta smite 4 ga o'zi tushdi. Bu yaxshi sehr emas. Knop yo'q. Mana omad desa o'ladi. Birdaniga 3 ta sehr va 2 tasi qora, bittasi sariq. Bu juda ham zo'r degani. Xo'p, bu sehrni olib turamiz. Bu yerdan keraksiz bo'lgan sehrlarni sehrni olib tashlaymiz va boshqadan sehrlaymiz. Xo'p, meni yana darajam yetmay qolgani uchun men hozir Anaz bilan 6 million shahardan yana opt yasab, o'zimni levelni ko'paytirishga ishlataman. Men yana darajamni 30 level qildim va oxirgi levelga enchant qilamiz. Xo'p, Faresga u bo'ladi, zo'r sehr tushdi. Uni olib turamiz. Endi biz qilishlarda birinchi levelga enchant qilamiz, chunki bizga ko'proq rangli sehrlar kerak. Mana уже Slayer 3 degan sehr tushdi. Xo'p, bu bizga kerak emas, chunki bizda bu sehr tushib edi. Yana bir marta enchant qilamiz. Xo'p, yo oddiy sehr tushdi, kerak emas. Ikkalasini ham sehrni ayirib tashlaymiz. Biz yana sehrlashga davom etamiz. Xo'p, shart qismat bir shartness 1 ga u vampir 1 tushdi. Buni olib qo'yamiz. Xo'p, shartness 1 yana reverse 1 tushdi. Obunachilar, sizlar zerikib qolmasliklaringiz uchun men videoni tezlashtirib yuboraman. Obunachilar, mening qilishim tayyor bo'ldi, faqat uni qo'yish qoldi. Xo'p, biz uni qo'shamiz. Sizlarga bitta narsani eslatib o'taman. Sizlar qilishni bir ro'ga qo'shayotgan bo'lsangiz, avval shartnessli qilishga, keyin boshqa sehrlarni qo'shinglar. Chunki endi boshqa sehrlarga shartness qo'shsangiz, shartness qo'shilmay qoladi va qilishlaring top bo'lmay qolishi mumkin. Qilishlarni qo'yishga 22-level so'rayapti, ammo menda 10-level bo'lgani uchun men o'zimga optlarni sepib 22-level qilaman.
Men darajani 24-level qoldim. Endi qilichlar qo'shamiz. Normal qilish chiqdi. Xo'p, buni qo'shamiz. Keyingi qilichni qo'shish uchun 10 level kerak ekan. Men hozir undan ham ko'proq qilib opit olib kelaman. Endi keyingi qilichni qo'shamiz. Mana bizning qilichimiz deyarli tayyor bo'lyapti. Endi keyingisini ham qo'shamiz. Xo'p. Keyingi qilichni qo'shish uchun 14-level kerak bo'lyapti, ammo meni levelim yetmagani sababli men hozir levelimni oshirib qaytadan keyin qo'shaman. Meni levelim yetarlicha bo'ldi. Endi qilichlarni qo'shamiz. Yaxshi qilich chiqdi. Yana 14-level suryapti. Endi boshqasini ko'ramiz. Bu safar 13-level. Lapatkani qo'shardim hozir. Bunga 11-level. Bunga 16-level. Xo'p, 16-levelga yiqqanimiz yaxshiroq. Men tezda levelimdan 6-level qildim. Yana endi qilichni qo'shishni boshlaymiz. Xo'p, qo'shdik. Keyingi qilichni qo'shamiz. Bunga 18-level suryapti. Bunisiga 20 level. Xo'p, keyingisiga 18 yana. Endi levelni oshiramiz. Men levelim tez 20-level qoldim va yana qilichlarni qo'shib boshlaymiz. Do'stlar, qilichni qo'shib bilmayapti. Keyingisini qo'shib ko'ramiz. Vampirdan qo'ydim, qo'shilmadi. Fadalni ham qo'shib bilmayapti. Slayer 3 ni ham qo'shib bilmayapti. Do'stlar, sehrlarda endi qilichimizga qo'shib bilmayapti, boshqa qilichlarda. Demak, qilichimiz top desa ham bo'ladi, chunki qilichlarda sehrda qo'shib bilmayapti. Qilichimizga endi faqat mening qo'shib nazar qilsak bo'ldi. Obunachilar, mening qilichim tayyor bo'ldi. Qolgan qilichlar shunchaki qolib ketmasligi uchun men ularni bir-biriga qo'shib qo'yaman. Do'stlar, qilichlarni qo'shib boshlaymiz. Vampirni Fadalga qo'shamiz. 7 level suryapti. Xo'p, qo'shdik. Endi keyingisini qo'shamiz. Revanus 3 ta. Uni ham qo'shdik. Endi top qilichimizga mana shu kichkina oddiyroq qilichni qo'shib ko'ramiz. 26-level suryapti. Lekin hech narsa o'zgarmayapti do'stlar. Do'stlar, videomiz shu yerda tugadi. Agar video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. Hammaga xayr.